Birortangiz eshitganmisiz? 33-yilda qahatchilik bo'lgan, mana dadalarimiz bilishadi. Otalarimiz mana shu yo'qlik uchun kunjara yeb o'tib ketishdi. Ular munosib edi-ku bunga. Ular har tomonlama odobi, axloqi, maylicha ilmligi bo'lmagan, lekin ular ahli ilmlarni gapini haq deb bilardi. Ular ahli ilmlarni aytgan gaplariga ergashardi. Masjidda yoki bir ehsonda domiladan eshib kelgan gaplarni bolalariga aytardi. Bolajonlarim, mana hozir odamlarga rivoyat aytib ishonmaydi. Oyatga ishonmayotgan, hadisga ishonmayotgan inson rivoyatga ishonadimi? U paytda rivoyatlarga ishonardi. Naql qilib aytilardi. 33-yilda birodarlar, otasi kunjara yeb o'layotgan bola ham munaqib o'lganingizdan ko'ra qariyalar uyiga borib yashasangiz bo'lar ekan demagan. Chunki qariyalar uyini o'zi bo'lmagan. 7 ta 8 ta bola tug'ib, bolam ko'payib ketdi deb ko'chaga tashab ketmagan. Mehribonlik uyiga tashab ketmagan. Chunki u mehribonlik uyini o'zi bo'lmagan, birodarlar. Namozlarini berkinib o'qishgan u. Berkinib o'qishdi namozini, Xudoga ibodatini. Sahobiylar ibtidoiy islomda Arqam roziyallohu anhu uylarida bekinib o'qiganday shu ibodatlarni berkinib o'qishdi-yu. Hozir qarang, masjidga borsangiz issiq suv, sovuq suv, oyog'ingizga alohida sochiq, qo'lingizga alohida sochiq, kirsangiz gilam, ventilator deysizmi, hamma yoq bor. Qani bu masjidlarga nima uchun chiqmayotganlar buni o'ylamaydi? Qachon chiqadi bular? Qachon o'qiydi bular? Bir Nomon dadamiz borlar, Hoj dadamning yoshlarida. Bir joyda ehsonda iftorlikda ne'matlarni qadri haqida xuddi shuni qilsamga suhbat qilsam, boyaga Nomon yig'lavordilar, xo'ngrab yig'ladilar. Xijolat bo'lib qoldim. Baba, uzr. Men dilingizga tegib qo'ygan bo'lsam, ming bor uzr. Xafa qilib qo'ygan bo'lsam, ming bor uzr desam, yo'q domlam, meni bolaligimni ko'zimni oldiga keltirib yordingiz dedi. Oilada katta farzand edim, 10 yosh, 12 yosh edim. 2-3 ta ukalarim bor. Dadam rahmatli, onam rahmatli bilan erta bilan bomdodni o'qib, dalaga ishga chiqib ketardi. Chiqayotgan paytda menga aytardi, bolam, ukalaringga qarab turgin, yiqilib yurmasin. Bir singan sopol kosa berardi. Bolam, mana bu kosada asrdan keyin mana bu tutdan terib qo'ygin. Daday bilan men kechqurun iftorlik qilamiz deb menga vazifa yuklab ketar edi. Ukalarimga qarab